أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله hürmetlik o'quvchilar, saboqdoshlar, darsga xush keldinglar. Bugun darsimizninki boshlanish nuqtasi tunugungi darsning davomi. Ya'ni tunugungi darsimizda namoz o'quvchi kishi ruku haqida beshini qandoq tutadi, özünün belini qandoq tutadi, bek igilib turamdı yoki bo'shroq igilamdi, ruku ichida nimalarni deydi degan haqda to'xtalgan. Bugungi dars ruku qilgan chig'ida qo'lini ruku qilish jarayonida tizziga qo'ydigan bir ish bor. Bu vaqtda qo'lni tizzining ustini qandoq yerga qo'ydi, mana bu haqda bo'ladi. Qala va yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Ya'ni bu sendib deydi, namoz o'quvchi kishi tizni qo'ldan burun qo'ydi. Oldi bilan namoz o'qimoqchi bo'lgan chog'ida qirib qolgan odam qo'lini qo'yib o'tib, ondan tizni qo'ygandek emas, oldida tizni yerga qo'ydi. Tizlanadi, ondan keyin qo'lni qo'ydi. Ya'ni beshni qo'yishdan burun qo'lini qo'ydi. Nega qo'ydi qo'lni? Va yad'u yadayhi hizaa uzunayhi. Beşini qo'ygan chig'ida qo'liga nega udul keladigan bo'lsa, shu qo'liq udul keladigan yerning udulisiga qo'lni qo'ydi. Xuddi sajda qilmoqchi bo'lgan odam shu qo'lni qo'ygan yer sajda qilg'uchining beshi qo'yiladigan joydagi qo'liqning udulisiga qo'ydi. Buning dalili hakaza nuqila fi'li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasul sallallohu alayhi vasallamning ashunda qilganligi sahoba kiramlardan naql qilingan. Rasululloh shunda qildi deb. Mana Vail ibn Hujr degan sahobadan rivoyat qilingan hadisda Imom Abu Davud rivoyat qilgan, Tirmizi rivoyat qilgan, Nasa'iy chiqqan hadiskan Ra'aytun nabiyya sallallahu alayhi ve sellem iza sajada vada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Ben Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin tizini qo'lidan burun qo'yganligini ko'rgan, sajda qilgan chog'ida. Va iza nahaza rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Qo'pqan chog'ida qo'lni tizdan burun ko'tardi. Ya'ni yerdan oldi bilan qo'lini ko'tarib, beshini ko'tarib, ondan tizini ko'tarib, yursunib unda qildi dabba. Yana shu hadisda va yad'u yadayhi hizaa uzunayhi dabba. Qo'lni sajda qilishni qo'ygan chog'ida, bunda qo'ygan chog'ida nega qo'ydi? Shu qo'laqning o'dilisini qo'ydi deb Rasulullohdan shunda kelgan. Ve başka hadislerde bolsa onun aksichiroq kelgan yalimi bor. Bunun aksi, yani duğunun udulisini qo'ydi deb bor. Qo'laqning udulisida xuddi yuqorida degandek qo'lni takbira ihromda, ya'ni namozda boshlash takbirasida bir rivoyatda qo'lni o'shnisning udulus kuchlik ko'tardi, manda ko'tardi desa, yana bir rivoyatda manda ko'tardi deb bor. Qo'laqning yumshoqining udulus kuchlik deb bor.
her iş kılsa. Şunun okşaş, yeni secde kılgay haldı mı? Yani şunda. Hadisle her xil bo'lganlik uchun mujtahid imomlarimizning qarashi har xil. Chunki birisining qarashida bir hadis zaif bo'lsa, yana birisining qarashida yana bir hadis zaif bo'lishi mumkin. Shu farqlar bilan. Va yubdi dab'ayha. Endi qo'lini shunda qo'ydi ekan, qo'ltiqini bundaq qilamdi, qisqlab ashu o'zining bekiniga chaplab turamtidi yoki qo'lini salma bekinidan yiroqroq qilamtidi desa o'zining qo'ltiqini oshkora, ya'ni ko'rangidek qildi, oshkora qildi. Shu qo'ltiqning oqligi va ya qo'ltiqning oqligi, mushu qo'ltiqning oqligi ko'rangidek bunda mana karib ozodi tutibdi. Manda tutolmaydi, mana siqolmaydi, bog'lab qo'ygandek. Ve yujafi batnahu an fakhzayhi. Qo'saqini lotusini yiroq tutibdi. Baliqi üstüge tağab qo'ysa ko'tarilmay qolgan inson qo'saqi lotusiga chaplashib qolgandek emas, bunda igizgina xuddi qo'saq bilan yaninki orliqida yoki lotininki orliqida xili yiroq bor. Wala yabrushu zira'ayhi. Bilikini yerga chaplab tumakda. Xuddi ma istila olsa bilekini yerga chaplab oldigandek bileklerini yerga chaplab olmay ko'tarib mandat etdi. Va yaqulu ashunda holatda turib subhana robbiyal a'la. Hammadan ustun, hammadan oliy, hammadan buyuk mening egam, mening xo'jam, meni tarbiyat qilgan zot pak o. Üç kıtım bu sözler. وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ اَوْ فَاضِلِ سَوْبِهِ جَازَ. لِمَا رُوْيَ Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın rivayet kılınganlık için ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yucafi fi sucudihi. Peygamber aleyhissalatü vesselam secdiste qo'saqini lotusdan yiroq ketdi, ya'ni ko'tarib turibdi, chaplab turmaydi. Hatta inna bahmatan law aradat an tamurra lamarrat. Hatta bir qo'yning quzisi, ya'ni bir paqlan o'tmoqchi bo'lsa, shu namoz o'quvchininki ostin tarafidan qo'saqi bilan zimin o'tirishki yerdan o'tmoqchi bo'lsa, o'talikdi. Shu darajada azobida mandaqliqni o'tirib olmay, chaplashib olmay bunda tutibdi. Ana biligini chaplab to'pig'i chaplab turib olmaydi dedik. Linahihi alayhissalam an iftirashi sa'lab. Payg'ambar alayhissalatu vassalam tulkininki belekini yerga chaplab turgandek, xuddi tulka yoki bo'rilar bir narsani o'lamoqchi bo'lsa, mushunda yerga chaplab, munda tumishqini yerga do'ngib, mushunda o'tirdi, ashunga o'xshash qilib olmaydi. Va yaqulu subhana robbiyal a'la. Chunki Allah subhanahu va taolaning sabbih isma robbikal a'la degan so'zi tushgan chaqda Payg'ambar alayhisolatu vasallam ij'aluhu fi sujudikum. Sizlar uni sajdada, ya'ni sajda qilgan chaqda bu duoni o'qinglar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, sajda qilgan chaqda subhana robbiyal a'la deymizki, beshimizni yigib turib, sendan ustun mayli kuch, mayli qudrat, mayli dunyoni boshqarish, her narsada bo'lsin, sendan ustun, sendan buyuk, sendan oliy bir narsa yo'q. Sen mening eng buyuk Rabbim. Men shundoq buyuk Rabbimni pak, na ayb, na nuqson, na kamchilik, her narsadan poklayman deb inson aşı beşimizde qo'yash bilan Rabbimizning buyukligini eslab turib, uning pokligini Rabbimiz poklaydi. وَلَوْ سَجَعَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ اَوْ فَاضِلِ سَوْبِهِ جَازَ. Endi namoz o'quvchining beshida
ya do'ppi bo'lishi mumkin, yoki telpak bo'lishi mumkin, yoki salla bo'lishi mumkin, yoki arablarning o'xshash yog'liq bo'lishi mumkin. Bunda vaqtda qanday qiladi? Agar sallisninki tüyülgen aylanmışqa sallini bunda 7 qat türüp qo'ydi ya, ashunga o'xshash tüyüp qo'ygan tüyülmishga sayda sasa ya kiyimining ortiq yerlari bormi? Va yengi desak sal uzun, ya peshi desak sal cho'ngroq, bu yerga sayda sasa durust. Bu joiz. Yerga sayda qilmay, to'piga o'ziga sajda qilmay yoki jay namozning o'ziga sajda qilmay bu yerga sajda qilsa bo'ladi. Abdullah ibn Abbas bunda degan: "Ra'aytun nabiyya sallallohu alayhi va sallam yasjudu ala kawri imamatihi." Men payg'ambar alayhissalatu vassalamning sallisninki tuyulgan qismiga sajda qilganligini ko'rgan. Demek, sallini itiglik bunda bo'lsa, ashunun yüzgü sajda qildi. Va qala ayzan va u Abdullah ibn Abbas dedi: "Innahu alayhissalam salla fi sawbin wahid." Haqiqatan payg'ambar alayhissalatu vassalam bir kiyimda namoz o'qidi. Yattaqi bi budulihi harral ardi va bardaha. Saqlanib payg'ambarim o kiyimninki ortiq yerleri bilan ya yenginin ortiq yoki peshininki oldi tarafining ortiqi bilan zeminninki qiziqligi va uning sovuqdan saqlangan holatida bo'lgan dedi. Hamda olam qattiq qiziq bo'lib ketsa, bir vosita zeminga sajda qilaman desa, odamning peshonalari pishib qoladigan, tiralari ko'p qoladigan bunda bir ahvollar bo'ladi. Ya qish kunlarda zemin to'g'lab qolgan bo'g'achqa qattiq so'g'oq odam sajda qilayotgan holida mingillari degan shu so'g'oq o'tib ketib, mingisi bir xil bir qanday bo'lib qoladi. Mushunda bo'lganlik uchun payg'ambar alayhissalatu vasallam qiziqdan saqlang'ili ya so'g'oqdan saqlang'ili bir vosita zeminga sajda qilmay, ya do'ppisiga yoki sallisiga yoki talpikiga yoki beshidagi bosh kiyimiga sajda qildi. Deb Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu buni bayon qildi. Demek bu ham durust. Walau sajada ala sariri wal irzal jaza. Agar namoz o'quvchi karvatda namoz o'qiyotgan bo'lsa, karvatning ustiga agar u karvat pag'zi bo'lib qolsa, karvatga sajda qilsa, kafiga, hamda irzal degan daraxtningki tuqqi, ya'ni 3 yo 4 putak bo'lib qolsa, shu putakning oraliqida burungi zamonlarda yo'l vaqtidan qochib chiqib oladigan ahvollar ekan, bugun uni kafi deb qo'yamiz. Kafida bo'la, kafiga sajda qilsa, u mudro. Ya'ni faqatlam masalan hozir namoz mashinalarda o'ltirib namoz o'qimoqchi bo'lsak yoki arfalarda o'ltirib namoz o'qimoqchi bo'lsak, biz bir vosita zaminga sajda qila olmaymiz. Qanday qilamiz? Shu mashinaninki o'rindiqlariga, arfalarning o'rindiqlariga va shu arfalar mashinaninki o'rindiqlarininki xurumlari yoki latilariga sajda qilamiz zaminda. Shuningga o'xshagan mehmonxonalar kirib qolsak, jaynamoz topolmay qolgan chaqda u pak-pakz bo'lgan kiyimlar chiqib, shuningga sajda qilamiz. Buningga sajda qilsa, bu durust bu. Qanda endi bu haqda payg'ambar alayhissalatu vassalamninki nurg'un hadislari bor. Masalan, İmam Buxoriy bilan İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda Anas ibn Malikdan o'zat deydi: "Kunna nusalli ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam fi shiddatil harr." Biz payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan birga olam qattiq qizigan chaqda namoz o'qitdik. Fayza lam yastati ahaduna an yumakkina wajhahu min al-ard. Yani birasimiz peshonasini zeminga qo'yishga qodir bo'lmasa, o zemin qattiq qiziq bo'lganlikdan yo tosh endi. Bulaqlı Saudi Arabistan, Ceziratul Arab taraflar bu qiziq havo, royi bak qiziq hamdi.
Munda bo'lganlik uchun beshini bir vaqtda zaminga qo'yishga qodir bo'lmasa, o basata sawbahu fasajada alayhi. Zimi kiyimini silib oldiga başının sajda qildi debba. Demek bu durus. وَلَوْ سَجَدَ عَلَى الْحَشِيشِ وَالْقُتْنَ Eğer ot çöpke, yani bir tağlıkta ya saylıkta çıktığımız, şu yerlerde ot çöp var, topu, tepiş az, mümkün emez. Hemmisi ot çöp. Xuddi adamning tezlariga keladigan, ba'zanlari adamning bellariga keladigan, ba'zanlari putlarini yo'gaydigan darajada ot çöp. Sajda qilsak shu ot çöpga sajda qiladigan gap. Va paxtaga sajda qilsa, in wajada hazmahu bi jabhatihi agar u kishi u ot çöp paxtaning hajmini peshonasida xuddi mau adiyalga o'xshash vallabdi ya kiygizga o'xshash qo'yuqdan to'qilgan val hasir bo'riga o'xshash qumushdan to'qilgan bunda topsa-mu durust bo'ldi dedi. Xuddi endi namoz sajda qilmoqchi bo'lgan odam oldida adiyal va yoki kiygiz va kiygiz gilamlar, ya'ni kiygiz jaynamazlar yoki shu bo'ri va endi burungi zamonlarda bo'yni qutqarishdi edi, hozirgi zamonlarda gilamlar bor. Shuning o'xshash topsa-mu, ya'ni o't cho'p degan butunlay shu kiygizga o'xshash, gilamga o'xshash bo'lib ketganlik. Ya paxtalimi shunday bo'lib ketganlik bo'lsa-mu, u vaqtda durust. Demak, namoz o'quvchi kishi peshonisini to'pig'i qo'ysa tahi yaxshi. Agar to'pig'i qo'yolmay qolsa, gilam bo'lamdi va boshqa har qanday narsa bo'lsa, uni qo'yib, haqli narsa bo'lsa, qo'yib namoz o'qisa bu durust. Joiz. Summa yukabbiru lima bayyana. An bu kishi beshini qo'yib, Subhana robbiyal a'lani 3 qitim deb bo'lgandan keyin biz yuqoridagi hadisda bayon qilganimizdek Allohu akbar deb beshini ko'tardi va yarfa'u ra'sahu beshini ko'tardi. Allohu akbar deydi, Allohu akbar deyish bilan birga beshini ko'tardi. Va yajdis o'tirdi. Ya'ni ikki sajdaning orasida birinchi sajda bitdimi hozir. Birinchi sajdani bo'lgandan keyin ikkinchi sajdaning orasida o'tirdi. Val vajibu min ar-raf'i ma yatanawaluhu al-ismu. Endi qanchalik darajada ko'tardi desa, endi beshini ko'tarib o'shunda o'ltiramdi ya beshini yerim ko'tarsa yoki zamindan, ya'ni sajda qilgan o'rindan bir taxminan 10-20 santimetr yoki 30 santimetr bunda yerim ko'tarsa bu bo'lamdi desa bu bo'ladi deydi Hanafiylar. Val vajibu min ar-raf'i, endi ko'tarishdan vacib bo'lgan bu o'lcham ko'tadi degan ism o'z ko'tadi ism degan ism o'ziga olgan narsa. 5 ko'tadimi? 10 santim sajda qildi mana shunda. Sajda qilgan yerdan 10 santim ko'tasimi ko'tagan bo'ldi, 20 santim ko'tasimi ko'tagan bo'ldi yoki ko'tarib beshini belini ruslab ikki sajdaning o'rtasida aramiga tushgan olsimi bo'ldi. Demiş qanday? Beshni shunday ko'tarsimi, ko'targan bo'ladi bu vojibni ado qilgan bo'ladi desa, chunki li'annal vojibal faslu bayna sajdadayn. Chunki vojibi ikki sajda o'rtasida nima ayirish. Bir sajda, bir sajda o'rtasida ayirish. İkincisi delil ve ennehu yetehaqqaqu bima zakarna. Bu ikki sajdaning o'rtasida ayirish yuqorida biz degan narsa bilan azroq ko'tarsimi shu ko'tadi digidek ko'tadi digilib bo'lsa ish qilib buning o'zi bilan vujudga chiqadi, reallik aylanadi deydi. Vaqila in kana aqrab ila al-qu'ud jaz. Yani ba'zan olimlar agar o'ltirishga yaqinroq bo'lsa durust va illa fala deganlar. Beshini ko'tarib xuddi sajda qilgan taraf ikkasi, o'ltirgan taraf birasi bo'lsa bo'ladi. Agar davomisi bo'lmaydi deydi. Ama oldingi qarashda beshini 10 santim yoki 20 santim ko'tarsa, ko'tarib yana sajda qilsa bo'ladi deydi. Ama bu Cumhur ulamalarning qarashiga xilof. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamniki bu haqda hadisi bor. Hadisni deymiz, mushu mutmain, ya'ni bir kishi keldi Rasulullohning qishig'iga, kelib namoz o'qidi. Rasululloh
namoz o'qimadan qayta o'qi dedi, o'qimadan qayta o'qi, o'qimadan qayta o'qi deganda 3-qismda o kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga men bundan boshqa o'qiy olmaydi ekanman. Bilginim mushu dedi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshingni qo'ygan, sajda qilgan, hatto sajda qilgan holatingda bir xil hamma a'zolaring o'zining o'rniga kelsin. Shu paytda tug'in, beshingni ko'targin, o'ltirgan vaqtingda hamma a'zolaring aram olsin, o'z o'rniga kelsin. O'ltirgan holatingda hamma a'zolaring andin ikkinchi sajdaga yana boshqurg'i deb hadisda bayon qilgan. Faiza jalasa kabbara va sajada. O'ltirgan vaqtida Allohu akbar dedi. Yani Allohu akbar deb o'ltirdi. İkinci qismda ikkinchi sajdaga bormoqchi bo'lsa, faiza jalasa kabbara Allohu akbar deb o'ltirdi va sajda qildi. Ikkinchi sajdada. La qavlihi alayhissalom payg'ambar alayhisalom deganlar uchun sunnatut hatta tatmainna sajida. Andin sajda qilgan taki sajda qilgan holatingda bir aram olgan qadar. Bunday qilib 5 yilni qo'yib to'g'ridan to'g'riga qilma demaydi. Summajlis hatta tastawiya jalisan. An o'ltirgan holatingda bir barobar, yani o'ltirgan holatingda bir tuz takshi bo'lgan qadar, ya'ni o'ltirgan degan emas, hatta tastawiya jalisan. O'ltirdi desa degiday, madam tuz o'ltiribdi buni, sagayan emas yoki igilandi emas yoki unda yerim yotidak emas, tuz o'ltiribdi degiday o'ltirdi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sümme yukebbiru andın Allahu Ekber'de ve yenhazu kaimen yani ürtürüdü. İkinci secdede kopkanç kopap ürtürüdü. Ama bazen hadislerde sümme ikinci secde nima qilgan? Yani beşini ko'targanda ikinci secdede beşini ko'tardi. Beşini ko'tarib olib azroq xafif jilsatul xafifa deymiz. Azroq o'ltirib o'tib anı degan qopida. Bu mu? Ilmala yani İmam Şafii rahmetullahi alayhi tutgan. Çünkü bu hakkında hadis var, asası sahih hadisler var. Ama ma hadis sahih hadis. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم Ebu Hureyre'nin hadisi boğaçta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kademinin yani tapının uççuda ala suduru kademeyi tapının uççuda kopurdu da var. Resulullah kopmak olsa tapının uççuda ders kopurdu. Sümme kâle bu sende deydi, mana bu namazdaki birinci reketi yani tutup ikinci reketke onun tuğallıqının bayanı mana bu. Ama Hanefi mezhebide ve bunun karşıda ikinci reketin Allahu Ekber deydi, kopudu onu. Ama İmam Şafii rahmetullahi aleyhi mezhebide Allahu Ekber deydi, azrak oturdu ya 30 sekund ya 40 sekund tek oturdu, ancak kopudu bu istirahat. Ve yef'alu kezalike fil rek'ati saniye. İkinci rek'atda şunda kıldı. Birinci rek'atda tafsili tushundik, bildik. Mo'lanınki xabari var. Bunu yaxshi tushunib olib, shu birinci rek'atda qaysi xil shakldan boshlab to'liq tushundik. Har nada qo'yishni, qo'lini qanday qo'yishni va hammani tushundik. O'quvchilar, hammalar bilasizlar. Endi bu ikinci rekatta bu birinci rekatga o'xshash qiladi, farq yo'q. Liqavlihi alayhissalom rifa payg'ambar alayhissalomninki rifa deganlik uchun sunna zalika fi kulli rakatin. Buni hamda hamma rakatda shunday qilgan deb Rasululloh hamma rakatda shunday qilishga alohida buyurgan. Yana bir hadisda summasna zalika fi kulli rakatin va sajda. Har rakatda her kıtımlık ruku sucudda sen muşunda kılgın de Peygamber Aleyhisselam'da kılgın. Kale illel istiftah fakat bu sende deydi bunun istisna kılvalığımız istiftah. İkinci rekatta kopkan çağda birinci rekatta ne mi var ya istiftah duası okuduk. Subhanakallahumma ve bihamdike ve tebarek esmuke ve teala cedduk. Hem de ikinci rekatta kopkandın ki mi yeni şunda istiftah duası okuyamdınız ya onu okumaydı.
Çünkü li'anna mahallahu ibtida'us salat. Çünkü onun o'rni namozdagi 5. 5ta namozda şunun bilan boshlaydi-da, boshlab bo'lgandan keyin uningdan keyin uni o'qimaydi. Va ta'awuz ikkinchi birisi a'uzu bilan demaydi. Chunki u qiroatni boshlash uchun. 5ta qiroatni boshladi. Va lam yushra'a illa marratan wahida. Bu ikkisi faqat bir qilib yo'l qo'yildi. Dalillardan buningki bir qilib yo'l qo'yilganligi muayyanlashgan. Summa ta'dilul arkan laysa bi farq. Ondan a'zolini tub-tuz qilish, ya'ni sajda qilgan chaqda, sajda qilgan holatimizda butun a'zoli joyiga kelgudak, an beshimizni ko'tarib o'ltirganda butun a'zoli yana joyiga kelgudak, an yana sajda qilganda yana butun a'zoli joyiga kelgudak holatda bunda sajda qilish, ya'ni oldirib beshni qo'yib, ko'tarib, o'ltirib, bo'yinda laplanishib, bunda qilish bu namozning nimisini buzudi. Payg'ambar alayhisalom bu do'st emas, ya'ni qayta o'qigan degan. Shuning uchun ta'dilul arkan farz emas. Va qala Abu Yusuf farz. Imom Abu Yusuf rahimahulloh farz deydi. Jumhur ulamo farz deydi. Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi farz deydi. Va huwa tam'aniyatu fil ruku'i was sujud. U ta'dil arkan degan nima degan chaqda bu shu ruku sujudda ko'ngil aromi tushkiday, hasrab qamugiday rohat o'tirib qilinganligini va itmamul qiyam min ar-ruku. Ana va itmamul qiyam min ar-ruku'i qiyamni rukudan mukammal qilish lozim. Qiyamni rukudan ruku uzun kamilroq, qiyam qisqalab qolmaydi. Unda ataynadan ham o'qiyotmay o'qishimiz kerak. Val qa'da bayna sajdatayn. Ikki sajdaning o'tirish orasida, ikki sajdaning orasida o'tirish lozim. Lahu al-Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh ta'dilul arkan farz emas. Şu beşini köterdimi dese köterdi degan olsa, oltuda mı oltuda degan olsa buludu. Beşini köterdi, beşini sajdada qo'ydi. Buna qilsa buludu deydi. Bununla Peygamber Aleyhisselam'ın li'arabiyin ahabba salatahu. O'zining namozini bak yengil o'qigan, tiz o'qigan arabiga a'id salataka fa innaka lam tusalli degan mushu so'zi dalil. Sen qayda namoz o'qi? Namaz o'qimadi dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana buningda aniq hadis bor. İmam Abu Yusuf rahimahullohga lahu degan zimir shuni yanida. İmam Abu Yusuf rahimahulloh shunda degan. Buni bu yerda a'id salataka fa innaka lam tusalli. Endi ta'dil arkan, ya'ni rukuda ya sajdada bir tasbih miqdori a'zolini bir aram og'zi ruku qilgandan keyin turib, bidam o'ltirib, ruku qilib, beshini ko'targanda bir turib o'tib, sajda qilgandan keyin bunda qilish bu farz. Maylis bilan. Walahuma annahu bima yantaliqu alayhi ismu ruku'i was sujud. Bu İmam Muhammed bilan İmamı Abu Hanifa rahmatullohi alayhining dalili deydi. Bu namoz o'quvchi ruku qildi degan, sajda qildi degan ismni ishlatgani bo'ladigan qiliqni akalga oldi. Beshni shunda ko'tardi. Ko'targan bo'ldi. Agdi akam bo'ldi. Sajda qildi, sajda qilgan bo'ldi. Demak, shu va huwa inhina'u zahri ruku degan dumbininki, ya'ni belning egilganligini deymiz. Va vad'u jabha sajda degan peshonini yerga qo'yganlikni deymiz. Shunlashqa Alloh taolaning ruku'u va sujudu degan so'zning ostiga daxil bo'ldi odam. Sajda qilinglar, ruku qilinglar deganligi azroq aytgan bo'lsa-ma, akkan bo'ldi. Sajda qilinglar degan beshingni ya qo'yinglar degan bo'lsa-ma, degan mushul ichiga kirdi. Bo'ldi endi. Tam'aninat degan va tam'aninatu
davamun alayhi. Temali degan davomlashganlik. Yani igilma degan bunda igib uzun turulu degan uzun turulu tursa, an temaliyat buludu. Secde kılma degan yani secdeni uzun kılıp tursa, uçakda temaliyat buludu. Vel emru bil fi'le la yaqtazid devam alayhi. Allah Teala'nın buyruğu ruku kılma, secde kılma da kılışka buyruğu. Bu kılışka buyruğanlık devamlı işte talep kılmaydı. Ruku kılma degen uzun kılma, secde kılma degen uzunrak secde kılma degen de talep kılmaydı. ولا يجوز زيادة على الكتاب بخبر الواحد. Ama ahidesine kanda karaysa dese, Kur'an'daki buyruğu bizge gösterdiğini İgilinle ruku kılınla dedi, secde kılınla dedi ama uzun kılınla demedi, ya ki kamil kılınla demedi, onda boğan deyken, şunda kılsa kufaya buyruğunu icra kılgan buludu. Onunla Kur'an'a haber vahid bilen koşap koşturursanız, bu degen haber vahid. Haber vahid koşap koyap, uzunrak kılmasa, rukunu ya secdeni uzunrak kılmasa, o ruku bulmaydı, secde bulmaydı desiniz. Ayetin özünü ruku degil otkan işte kılsanlar, secde degil otkan işte kılsanlar buludu dese, ayetine kelep bulmaydı desek, hadis bilen ayetini bağlagan bulmamdı bu. Ayet bu, hadis bu. Ve ma ravahu yaktazil vücub. Anda o kadar hadis'e kanda karayısı dese, onu periz bitmez. Çünkü periz, ruku kılın, secde kılın buyurun. Kaçınak kılsa bunu da. Ama uzunrak, mükemmelrak kılış nime? Vacip. Ayet bilen, yani hadis bilen ayetki koşap koyaş bu kıgılı bulmaganlık için ayetinin talep, hadisinin talebi vacibini talep kılıdı. Ve bir nesi ki rivayet kıldı oluruz o nesini. Bu vacibini talep kılıdı. O bizden karşımızda vacip. Hatta secde sahvi vacip kılıdı. Onu hata koyaş bilen dilinde o sünnet. Onda o kadar ta'dil erkan kımsa secde sahvi kılıvasa buludu. Ama bilek okumasın bunu da çünkü perzemez dedi hadi bilek. Kâle feyza refa'a re'sehu fil rek'ati saniye endi eğer namaz okuğucu beşini ikinci rek'atda kötürüp kalsa ikinci rek'atta ikinci kıtımlık secdini kötürgen çağda iptereşe kanda oturdu anda o ikinci kıtımlık yani ikinci rek'at bolgandan oturdu iptereşe riclehu rusa çep putunu köp kılıp yani yatkuzudu. İptereşe riclehul yusra çep putunu yatkuzudu. Feyza celese aleyha o çep putunu yatkuzup şunun üstünde tuğan çağıda yumnanı tek kılıdı. Ama çep putunu banda yatkuzup pellekni şunun üstünde koyup oturdu. O putunu tek kılıdı. Ve vecceha asabi'ahuma nahvel kibla. İşkelip putunun parmaklarını kıble taraf yüzden durdu mandağına. Ve vada'a yedeyhi ala fakzeyhi kolunu lotsta koydu namaz okuğucu. Ve besete asabi'ahum parmaklarını ken yerip durdu. Kolunu koyup buna yığıvamayla kolunu sunuğulup parmaklarını yığılıkına azada ve teşehhüs okuyordu. Hâkeza hakâhnu Vâil ibn Hücr ve Aişe ku'uda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıtteşahud. Vâil ibn Hücr radıyallahu anh ile Aişe radıyallahu anh Resulullah'ın teşahhüdü oltuğanlıkını muşunda hikayet kılan. Muyunda biz digendek ne kılıdı? Olturudu dem. Teşahhüd kaysı ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu. Mana bu teşahhüd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlan teşahhüd bu. Endi bu Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın teşahhüdü bu okşamaydı. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın teşahhüdü bu. Ve ekser sahabeler ve ulemalar
çıkan teşahhud bu. Ettehiyyatu lillahi. Hani yeni bir rivayetler var. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın güne ettehiyyatu tayyibatu es-salatu degeniga o'xshagan bir shaklda keladigan ettehiyyatu lillahi ve salavatni o'rniga ettehiyyatu et-tayyibatu es-salatu et-tammatu degandek bir shaklda keladigan. Shunday bir hadisda. Demak, Imom Shafiy rahmatullohi alayhi bu xil holatni tutgan. Endi buning ixtilofi nereden kelgan desa ishkiladi sahih. Lekin qaysi kuchli? Bu yerda ixtilof chiqib qoladi. Ettehiyyatu lillah salam Allah'a ve salavat durutla ve ko'ngilning ichidan chiqqan güzel, pokiza madhiya ve Allah'a Esselamu aleyk salam sizge ey peygamber ve Allah'ın rahmeti ve bereketi sizge Esselamu aleyna salam bizge ve Allah Teala'nın sağlıklı bendelerine eşhedü en la ilahe illallah Allah'ın başka ilah yok deb guvohlik berman ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Mana ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihine. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ama İmam Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın teşahhuda eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emas eşhedü enne Muhammeden Resulullah demunda kelgan. Bu Abdullah bin Mesud'un teşahhudu. Lima ruya enne Hammaden bir delil qasasanki rivayet qilindi o delil bir hadis qasasanki rivayet qilindi bu hadisda enne Hammad yani Hammad Abu Hanif rahimullah'ın ustadı. Abu Hanif'nin kolunu tutup onun teşahhudunu tutup koydu. Moyunda tutup koydu. Ve kâle bu Abu Hanif deydi İbrahim'un Nakhai bu Hammad deydi İbrahim'un Nakhai mening qo'limni tutup bana o'gitib qo'ydi. Alqama İbrahim'ning qo'lini tutup onun o'gitib qo'ygan. Abdullah ibn Mas'ud Alqamaning qo'lini tutup onun o'gitib qo'ygan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullahning qo'lini tutup onun teşahhudunu o'gitib qo'ygan. Eng oxirida bu hadis Abdullah ibn Mas'ud'dan Alqamaga Alqamadan İbrahim'un Nakhaiga İbrahim'un Nakhai'dan Abu Hanifa'ga nima kelgan bu. Faqala lahu onun degan ki ettehiyyatu lillahi da yuqalu degan narsaning oxirida. Vel axdu bihi awla min rivoyat g'ayri. Buni tutqu qilish va buni asos qilish boshqasini asos qilgandan ki avla, muhim. Chunki bu payg'ambarimning qo'lini tutib va uni buyurganligi bak ta'kidlanganligi dalolat qiladi. Ala ziyadati ta'kid yani bak ta'kidlanganligi dalolat qiladi. واتفق أهل الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن مسعود. Hadis imamları birlikte geldi. Teşahhud hakkında Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın isnadından mı yaxşı güzel olan bir hadisnin ki nakl qilinmaganligi bunun birlikte kelgan. لأن فيه زيادة واو العطف. Çünkü bu Abdullah ibn Mas'ud'un ki hadisinde atfının vosunu ziyade kılıç var. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Adında ettehiyyatu lillahi et-tayyibatu es-salatu degandek mandabir qildi. Ve ennehu yujib taaddud as-sana. Bu bununki ziyade bo'lib kelganligi ikkinchi dalil. As-sanani yani bununki maqtashninki ko'pligini dalolat qiladi. Li'annal ma'tufa ghayrul ma'tuf alayhi. Chunki nahu qoidasida bir narsani yana bir narsaga atf qilsak, atf qilingan narsa bilan atf qilingani bilan ikkisi bilak bo'ldi. Ma'tuf bilan bilak bir narsa. Unda olganda bu yerda ettehiyyatu tayyibatu es-salatu deganning o'rniga ettehiyyatu ve salavatu desa boshqa tahiyyat bilak, salavat bilak, tayyibat bilak bo'ladi. Abdullah ibn Mas'udning teşahhudi sana o yani maqtash bas bir sana bir xil maqtash basning sifati. Bunda kelganligi bu yerda.
Mana bu o'ltirish, ikkinchi qismlik o'ltirish İmam-ı Tahavi bilan İmam-ı Kerhi'nin qarşısında sünnet. Dilinde bu vacip deb ba'zi ulamolar vacip deganlar bo'ldi. Hatta onu terk etish bilan sahvan, ya'ni unutib qilib, esidan chiqib qilib yoki boshqa bir narsani o'ylab qilib, sahvan terk etsa, sujudi sahv vojib bo'ladi deganlar. Endi tashahhudni o'qish buningda yana shu o'ttiribdi tashahhud qa'dada sunnat. Çünkü o bir sünnetde otur sünnet olgandan keyin onu o'qish sunnat. Qila vacib, ba'zi ulamolar vacib. Ve huvel asahhu bu qarash sahira qarashdir. Lianna Muhammadan awjaba sujud as-sahwi bi tarkihi sahihan. Çünkü Muhammad, İmam Muhammad secde sahvini vacib deb qaragan, o namoz o'quvchininki sahvan secde sahvini tark etganlik sababli. Ve la yecibul vacibu illa bi terkil vacib. Yani vacib ne terk etmesi vacib bo'lmaydi bu yerda. Secde sahvi qilish vacib. Secde sahvini qilishni vacib qilgan amalni o'zi vacib bo'lmasa, secde sahvi vacib bo'lmaydi bu yerda. İnşallah ders müşahede olsun aziz qarindoshlar. Dersimizning og'izi yana birinchi qitimliq qa'dada o'ltirishda teşahhuddan bilek yana bir dua, zikir bormi yo'qmi desa, yo'q, buningdan boshqa o'qimaydi degan yerdan başlayımız. Ve la yazidu ala teşahhud fil qa'datil ula degan yerdan. İnşallah dersimiz her vakit devam etadi. Allah Teala'nın devam etişini Allah Teala'dan tilaymiz. Allah Teala'nın dersimizi devam etip verişini tilaymiz. Her bir sonlardan takırga bir dua koyuşlarını hem tilaymiz. Ve ahru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Bi rahmetike ya rahmanir rahim.